Nukusda 3 yil medtexnikumda bitta qiz bola o'qib chiqishiga necha pul ketadi? Bitirib chiqqandan keyin Nukus sharoitida necha pul ishlashi mumkin? Bizni texnikumda agar o'qiydigan bo'lsa, yilga 8,5 million to'lash kerak bo'ladi. 3 yil o'qisa, o'sha 20 million, 25 milliondan oshiqroq bo'ladi. Shunaqa. Aha. Oyiga даже o'qib yurib ham 2 milliondan 4 milliongacha o'qib yurgan studentni o'zi shunaqa pul ishlashi mumkin. Student. Da, student. Aha. Bitirgandan keyin olgan bilimiga qarab 2 milliondan 10 milliongacha ham pul topish mumkin. O'sha oyiga 1 yillik kontraktning pulini o'sha 1 oyda deyarli topishga imkoniyat bo'lar Shunaqa ekan. imkoniyat bor. Hozir biz как раз med frilanserlikka ham qo'shimcha o'qityapmiz. Student bo'lib o'qib yurib ham 4 milliongacha pul topish mumkin. Как раз biz hozir to'lov imkoniyati cheklangan qizlar uchun yaxshi bir yangilik qilganmiz. Ya'ni med frilanserlikni qo'shimcha o'qitib, o'qish vaqtini o'zida ish bilan ta'minlashni zimmamizga olganmiz. Yo'q. Bu bilan o'qiyotganning o'zida ishlaydi, ham shu maoshidan kontrakt pullarini to'lab borish mumkin. Shu zo'r imkoniyat bo'pti-yu.